Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bize bir eng kerakli va universal mashinalarımızdan Damas mashinani bir yangilik qilib berdik o'zlarimizning shu yerda. Endi bu ko'pchilikda yangilik emas chiqardan bizlarda yangilik shu yerda hozircha ko'pdan orzu qilib buni o'ylab qo'ydik. Endi shuni amalga oshirib yana qiyin ish emas-ku o'zimdan. Damas termostat muammosi sovuq kunlarda endi issiq yotir, lekin yana qish keladi baribir. Shunda esqatadigan termostati o'zini rezinkasi bilan birgalikda qo'yilishini yo'luna qo'yib ishladik buni. Tayyor. Shu yerda to'qir ukalarimiz bor. Kimanchalik kerak bo'lsa taxlab berish imkoniyati bor. Biz robotchisini ispitaniyadan o'tirib ishladik. Bu narsa uchun ham bu to'qir ukamiz ham o'zini bir kerakli narsasini kesib, postavka qilib, bir hamma patrondan bo'lmasa ham bu o'zlari xususiy bir nay yaratib, shu bilan yonib berdilar yana. Rezinkasi bilan qo'yisha imkoniyat yana. Bu degani o'sha termostat 100% yopiq turadi, o'tirmaydi yana. Endi jalba qilmasa ham bo'ladi bu narsadan. Nechun desa, biza qo'yganda avval bunday qilib qo'yadi edigina. Demir bilan turadi o'zina. Yo'nilmagan holatida pastki tarafina qarab turadi, bu kirishga bunday turadi. Yana shu aralig'idan o'tib ko'pchilik qiynab keladi. Ko'pchilik germetik surtadi. Ko'pchilik ana bunday prikladchalar qo'yamiz. O'zlarimiz ham shu qilganmiz shu narsalar. Endi shuni yana nima deydi? Görüp şu narsalar yana o'zlarimiz yondirib, taxlab olib kelib qo'ydik. Kimanchalik kerak bo'lsa bemalol